oldik. Ana chiqdik. 30 yil deganda chiqdik. Ana shunday. Sal qolsa o'lib ketardim, kulib ko'rmay. U bu deysizlar, o'sha jahon chempionatiga chiqishga borib biz sababchimiz. Biz o'sha yoqqa borib stadionda duo qilib o'tirdik. To'g'ri. To'xtamay o'shaning orqasidan bo'lib ketdi bular ishi. Avval biz ansambl edik, laparlar aytardik. Endi mana duago'ylar komandasi bo'ldik. Ana shunday. Haligi yuribmiz, mana shu qayerda shu musobaqa bo'lsa borib bizdan duo olyapti sportchilarimiz. Yashansin. Shunday baqirdik, u yugurib ketayotganlar oyoq chalkashib yiqilib tushdi-ku. deb shoshib qoldi-yu. Nimaga biz oldinroq bormadik-a? Pensiyani yig'dik-ku shu paytgacha. Shuni yaxshi qildik, lekin sandan chiqdi-da shu g'oya. Men o'zi varataban bo'lishim kerak. Ana shu O'tkirbekka rahmat, Yusupovga. Shu bolada o'zimni ko'rdim. Ay. 6 ta golni o'tkazmadi-ya. Ana. O yaxshi darvozabon ekan. To'pni hop etib ilib olar ekanda. Shu bolani men ko'z ostimga oldim. Agar uylanmagan bo'lsa, barib nevaramni beraman O'tkirjonga. Voy, unga ko'z tikkanlar qancha? Yomon yugurdi. To'pga qarshi. Ana onasi ham zo'r edi, men abadok taqib olgani bor. Shunday bir shirin ekan. Qo'y go'sht yegan. Oti nima edi? Elyorjon Shomurodov. Malades, oyog'i katta ekanda. Bitta sakrovdan hujumchilar ustiga o'tib ketdi. Oyog'iga qaraganingizni qarang. Ko'zingiz o'tdimi? Menga qaranglar. Ichida lekin ana Abbosbek paytibdi. Shunday kichkina pildirab, uyoq o'tadi pildirab, bir ko'zimni ochsam, bu tomonda stadion, bir ko'zimni yumsam, bu tomon yomonlik. Haligida gap borku, kichkina demang, bizni ko'tarib uramiz sizni. O'shanaqadan. Sizlarga bir sirni ochaman dugonalar. Ana shu Abbosbek meni shogirdim bo'ldi. Ana shu o'xshaydi. Bizda xalqimiz shunaqa o'zi kimdir mashhur bo'lib qolsa, hamma ustoz bo'ladi. Hammasi bo'lib qoladi, xolasi bo'lib qoladi. Bas, eshitdinglar meni bunday. Men Sirdaryolikman, Sayxunoboddan. U ham Sayxunoboddan. Ana u stadionda Cholim rahmatli bilan futbol chovib yurgan paytlarimda u balacha yurardi. Bir mitti bala edi. Birinchi to'pni mananday qo'ygan men bo'laman-da unga. O'rgatgansiz. Turk bilasizmi? Turk mana hozir ko'rsaman. Qani, chalinglar. Tirikmisani? Qo'ying. Qarichilikda Men tushundim, bir tiyinlik aloqang yo'q ekan. Qo'yay. Yo, mana aldama. Boshqasi bor mana. Tarvuz o'ynatganda o'ynatsin. Menga qarasang, shuncha yildan beri cholingni bo'ysundira olmagansan, Koptog'ni bo'ysundirasanmi? Qo'ying. Ana onasi kim edi? Oti ham yomon. Bir Manchesterda o'ynaydi-ku. Abduqodir? Shunday shirin bola. Shirin bola. Uchi yugursa borku, futbolistlar shamoliga yiqiladi. Lekin o'ynashi shart emas u. Yugursa bo'ldi. Lekin aytay, shuni otasi ham meni shogirdim bo'ldi. Bir lopchida, bir lop bo'lmasa gapi bo'lmaydi bu. Menga qara. Mana tomoshabim kirmadi-ku, bu orqada qolib ketadi-ku bu. Endi sol shuni yuzimga. Biletni saxta bo'lib chiqdi-ku buni. O'yle. Men yomon qiynaldim lekin. Rohatni sira qildinglar, qiyinchilikni men ko'rdim-da. Orqada nima qilding? Kirolmadik, ana u kimida Abdurahmon Pozilov bilan o'tirdik. Shu bechorani oyog'i sinib qopti, lekin shunda ham boribdi, qaranglar. Otasiga rahmat shuni hamcha. Enasiga ham rahmat. Mayli, enasiga ham rahmat. Lekin biz baribir murojaat bilan chiqishimiz kerak. Nimaga? Shu biz kampirlar terma jamoasini tuzib berish kerak. Duago'ylar Biz deganda chiqib ketamiz. To'ppa-to'g'ri. Bittani chiqarib yuboraman. Raqibni sochini bittalab olaman. Qarg'ab turib o'zlari yutqizib qo'yadi. To'g'ri. Guruhni tuzaylik biz ham bir. Tuzaylik. Chempionatga chiqamiz biz ham. Chiqamiz. Ko'rib keldik, taktikalarni bildik. To'xtanglar. Uni uchun reja tuzmoq kerak. Mana masalan, men hujumda. Mana u o'tkir o'rniga darvoza bor. Bo'laman. Yo,
Yo, sen emas. Sen bo'l. Yo, sen bo'lma, sen bo'l. Men bo'laman. Sen yarim himoyada Abduqodirga o'xshagansan. Men nimadir bo'lay. Endi sen mayli sudya bo'la qol. Sudya bo'lish kerak. Kartochkalarim bor, ko'rsataymi? Bu yoshligidan sudya bo'lishga qiziqqan bu. Mana sen asabimga tegsangiz sariq kartochka ko'r. Mana. Yana sal asabimga o'chapti, ey. Qizil kartochkam qani? Mana. Qizilni ko'rsatsam, hammen chiqib ketasan. Tushundingmi? Ay, bu qog'ozcha bo'ladi-ku, tupoy. Yeydigan kartochka bo'lmaydi-ku. Lekin to'xtanglar. Yangilik bo'lish kerak. To'g'ri qilgansan sen. Kampirlar jamoasida men kartochkani ko'rsataman. To'g'ri. Yo'qmasa otamiz. Ko'ziga qarab otaman asabimga tegdi. Menga qaranglar duganalar bir gapdan. Ha. Agar yosh bo'lib qolganimda bir o'ylanmasdan bir 5 ta o'g'il tug'ar edim. Mana hammasini futbolist qilardim. Bir o'ynasa, bir yutsa, bir mashina olsa. Keyingisiga uy olsa. Keyingisiga yana dala hovlilar olsa. Voy. Ana shunday mazza zamonlar bo'lardi. Iloji yo'q endi. Tetakni aqlabetdan keyin kiradi deganda senga bir qistiq dedimi? To'g'rimi? Kim bilibdi bunday sport zo'r bo'lib ketishini? Kim tushiga kiribdi? Endi faqat kelinlar o'g'il tug'sin. Shunday. Men mana u tug'ilgan Doniyorning ismini o'zgartirdim. Qachini? Abduqodir qo'ydim. Familiyasini ham Husanov qo'yib o'xshasin. Men o'zimnikini ham o'zgartirdim. Mahbuzani o'chirtiraman. Nima? O'tkirboy qo'ydiraman. O'tkirxon. Lekin futbolist bolalarimiz baraka topsin, ha. Hadi. Biz duo qilaveraylik. Onalar duo qilsin, sportchilarimiz yutsin. Bundan keyin sportchilarimiz jahon chempionatiga chiqarsin. Biz balekchilar, muxlislar borib, maroj deb qaytib kelaveraylik. Ular o'ynasin. G'alaba qilsin. Ilohi amin. Amin. Chempionatlarda yutib yuzlarimiz yorug' bo'lsin. Amin. Shunday borib O'zbekistonga qo'shiqni aytaveraylik. Ketdi, ha. O'tkiraylar ko'paysin. Allohu akbar. Ketdi. Qani mukofotlashib ketdi hamma. To'g'ri chal. Qadrli meni podpischiklarim. Qaranglar, erim menga nima berdi? Gul. Istoriyaga qo'yib yubordim. Balo ham bergan yo'q. O'zim sotib oldim. Hech ham gul bermagan-a? Sen eringlar ham gul berganmi? Nimangizga beradi? Hech bermaydi-da. Zaksimiz kuni bitta gul olib keluvdi. Yaqinda juda jahl qildim. Qachon menga gul berasiz? Qachon berasiz desam, sabr qil, o'lganingda qabr boshiga qo'yaman deydi. O'shada men ham bor erimga o'z befarq emasman aslida, lekin qandaydir ko'nglimga qaramaydi. Mana holimni qarang, yurakcha hol. Hammaniki dumaloq bo'lsa, meniki yurakcha. Umuman shunaqa. Mana. Hay dadasi, nimaga o'zingizni uyingizga uf tortib kelasiz? Nimaga bir kulib, bir bag'ringiz ochilib, "Hey, yaxshi o'tiribsizlarmi? Nima kam? Nima kun kechirding bugun? Kayfiyating qanaqa?" demaysiz? Voy, charchadim, ishdan keldim. Uyingizga ishdan kelayotgan bo'lsangiz, kulib keling, baraka topkur. Men sizni kutib o'tiribman. Men ruhan sog'lom odamman, telba emasman. Al ruhan nosog'lomlar ishib keladimi uyga? Nima qilay endi? Oling. Boring, chiqing. Xursand bo'lib kirib keling. Gulab keldim senga ona, seni yaxshi ko'raman deb keling. Kiring. Unaqa emasdi. Tarbiyalash kerak erkaklar. Talab qilmasanglar indamay o'tiraveradi, xo'mrayib. Mumkinmi? Voy. Erim keldi, qarshi chatringlar. Kiring dadasi. Dadasi. Voy. Tavba. Ha? Men seni yaxshi ko'raman. Aha. Bo'ldimi? Bo'lmadi. Nima bu nafrat? Nima buni tishlamoqchisiz?
Gulda nima ayb? Kulishlaringiz ham soxta. Deysiz, bir jinnini ko'rganda o'zi shunaqa ko'chadagilarni ko'rsangiz irshanglab qolasiz-ku. Mashinaning oynalaridan zo'r narsa ekan deb qarab. Sevmaydi-da, sevmaydi. Sevsa boshqacha bo'lardi. Umuman sevmaydi. Qarashlarini qarang, boyoqliga o'xshaydi. Mehri yo'q. Men ham ayol kishiman, men ham bir erimdan yaxshi gap eshitgim keladi. Kuni ish, ertalabga nima ovqat qilaman, obedga nima ovqat qilaman, kechga nima ovqat qilaman, nima ovqat qilaman. Charchadim men ham. Qani, qayerga ketdi? Ana. Bo'ladi, o'tiring. O'g'irlikka kirgan o erkakka o'xshaysiz. Deb Butun dunyo erkaklar yig'ilib gul bersa ham rozi bo'lmaysan. Robertga o'xshab. Sen dunyoga keltirgan deydi. O'zi meni-chi qandaydir yaxshi ko'rib olmagan, o'sha bilinadi. Bor narigi uyga borib yot, bor yoqqa bor deverishdan bilinadi o'zi. O'zi erkakning muomalasidan bilinar ekan. Issiqda ikkita odam bir joyda yotmaydi. O'zi ko'cha yondirib yotdi-ku. Ko'rdingizmi? Mana ko'rdingiz. Iloji bo'lsa choying alohida bo'lsa. Mana qarang, nafrat ko'ryapsizmi? Deb nafrat bor, ha? Ularga unaqa qilmaysiz. Naqala qilib gapirasiz, bizga qilmaysiz, qilmang. Qasam ichgansiz, xotiningizga yaxshi gapirmaysiz. Bu ishxonamizda bayram edi, o'shani aytyapsan sen. Ishxonamizda bayram edi. Endi azizlarim, men to'g'ri tushuninglar. U birovda ayoli bo'lsa, birovda oilasi bo'lsa, endi choydan qo'y demayman-ku. Mana qarang, ularga unaqa baqirmaydi. Sekingina demaydi. Qarang, men qara urishini ko'ryapsizmi? Menga qara, sen mendan ham qattiq urding hozir, ya. Bilinadi. Nimaga siqilyapsiz? Tortishlaringiz boshqacha. Shuncha bola chaqamiz bor, rashkka balo bormi? Biz rashk bilan ovora bo'lib turgan payt, bizdan orqada qolgan yaqinlarimiz bizdan oldinga o'tib ketdi. Bilindi. O'zi erkakka rost gapirsangiz asabiylashadi. Qarang, asabiylashishini. To'g'rida, mana telefoningizda ko'rdim. Sobir deb yozib qo'yibsiz. Hammasini ko'rib chiqdim. Yozishib o'tirganlaringizni ko'rdim kechasi bilan. Hammasi siqilsa erkaklar telefonga yopishadi. Ko'tarmadimi telefoningizni? Ko'tarmagan. Qarang, ko'zlari olib. Baraka topkur. Yozishda xato qilganman. Yolg'on gapirsa tutilib qoladi. Bu nima siz? Sanobarning eri Sobir ko'pda endi. Xotini bilan qo'shib yozsam, qaysi yerligini bilib olaman-da. Ha. Tushundingmi? Bo'ldi, sizning kayfiyatingiz buzib jo'natgan u. Kayfiyatingizni buzib yuborgan, uyga kelib mana zahrini mendan olyapti. Ko'rdingizmi? Mana erkaklar Baraka topkur, nima qilsam ishonasan? Haqiqatan seni yaxshi ko'raman. Nima qilsam ishonasan? Yo'q. Yaxshi ko'radigan odam unaqa yaxshi ko'rmaydi. Nima qilay? Voy ana. Qarang, uyga borib xotiningni ur deb jo'natgan. Voy! Tili chiqib ketdi. deb. Voy! Nima qilsam bo'ladi, xotin? Menga bir tushuntir. Ana. Voy, kelgandan odamni qonnicha solay. Voy! Qaltirashni ko'ryapsizlarmi? Siqilib qoldi. Qachon uni oldiga borsam ekan? Voy, buni Men qara xotin tomchiga o'xshaysan. O'ylab qoldi. Tomchiga unda daryo bo'l, toshib oqizib ket, cho'ktirib ol. Ting tomchi. Daryo bo'lganda o'zim bilardim sizni. Shunda oyog'ingiz bilan cho'ktirib yuborardim. U aniq edi. Cho'ktirganing yaxshi-da, bir lahzada qutulaman. Mashinaning eshigi ochiq qolsa tingillaydi-ku. Xuddi ana shunday asab ketyapti bu. Qarang, menga muomalasini ko'ryapsizlarmi? Doim shunaqa qiladi. Hech yaxshi. Bunday qarayman bular. Qaramang menga. Men qaramang. Qaramang kerak. Men qara. Mana qarang. Ko'rdingizmi? Meni ahmoq qiladi, yosh bola qiladi, qarang. Erkak kishiga yarashadimi shu? Qayerda turibdi? Bular, mash qarash buni. Voy. Men qarang. Ha? Onash, mana bunda. Buni buqa qarash deydi. Menga buqalar yoqmaydi, jim o'tiring. Men erkakka o'xshab qarang. Men ham ishdan keldim, undan ko'ra charchamay keldingizmi deb turib, bundoq qilib marhamat demasang ham mayli.
Voy, mana shuni toq etib qo'yib, bir piyola choy ich degin. Ana, ko'rdingizmi? Choy quyib bersam ham baloga qolib ketaman. Yo'q, yeganing yo'q-ku. Kun yo'q menga, kun yo'q. Qo'yib berdim, eslolmayapti. Erman, ichetingni yerman deydi-yu. Shu. Erkaklar shu ayollardan hech qachon rozi bo'lmaydi ham. Tirik guvoh mana sizlar oldinglarda aytay. Mana ko'chada ketayotgan paytimiz bor-ku, umuman yonimda yurmaydi. Uyda mana shunaqa kiyintirib qo'yadi-yu, ko'chada mana shu yerda kiygan qiziga deb ko'zini olmaydi. Voy, baraka topkur. Birov bilan ko'rishim kerak edi, o'rtog'im bilan, erkak kishi bilan. Odam ko'p o'tib qaytyapti. Ana. Domdoq qilasan-da endi. Ana. Ya? U sizni bundan qilib yurgan ishingiz-ku. Har doim deb yurasiz o'g'ri mushukka o'xshab. Sevmaydi. Mana shu yurakchalik, xolimchalik ham sevmaysiz men boru. Mana shu betingga urib ketgan muhabbating ko'payib ketgandan bor-ku. Betinggacha yurak paydo bo'lganda, bo'lar endi. Bu ham o'lsin, tabiiy emas. Botoksga o'xshab tatuirovka qildirib kelgan. Hecham. Shunday tug'ilganman. Qoshing ham shundaymi? Ana qara urmoqchi bo'ldi, ko'rdinglarmi? O'lingi sochlarim qanday jingalak qiluvdim, shakar suvga botirib. Ahamiyat ham bermay, ko'rdinglarmi? Ishongin, yoningda yotmasligim mana gapni ketini gap ochadi deydi. To'g'risi, ey, xotin, menga tabiiy go'zallik yoqadi, bo'yanma ortiqcha kerak emas. Asalda ko'pi ham zahar deydi azizlar. Ortiqcha bo'yanmanglar deyman. Hammaga aytaman, o'zimni yaqinlarimga ham aytaman. Ha, kimga? O'zimni yaqinlarimga. Yo'q, kimga? Hamma xolalarimga. Tilidan ilinadi, qarang. Baraka topganlar, eshit. Ishoninglar, 3 kun lorga qatnadim. 3 xil lorga qatnadim. Joyimizda alohida qilmang, yonib ketsa ham, issiq bo'lsa ham, yonida yotdim shu ochiq qilmasin deb. Ey, kechasi chumoli bosib ketdi kelamiz ham. Voy, qulog'im g'ib. Quloqni pardasida chumoli mahka qilyapti. Nima qilarimni bilmayman. Doktorga olib borsam, aka chumoli bosib ketgansiz deydi. Qanday aytaman, xotinim boshini shakarga yuvadi deb. Ajab bo'pti. Shu qilganingizga ertan borib tarakan bostirib yuboraman sizni. Qarab turing. Yo'q, dixlopos sepkim keldi. Xotinni o'ylab sepmadim. Ertalabgacha u ham bu ham tinch edi. Ko'rdingizmi? Qo'sha qariylik demayapti. O'ldirib yuboraman deyapti. Qarang, dixlopos sepaman deyapti. Sepmadim deyapman ya. Sepaman dedi lekin, dedimi? Dedi. Ayollar ko'rdinglarmi? Erim deymiz. Ko'rdinglarmi? Xotin, ana ayolning gapiga quloq solma. Bo'lsin deydigan kam, o'lsin deydigan ko'p. Ana shu ayol shunaqa. Qulog'imga tupurib tashladi. O'lgan kunim uylanadi bu kishi. Temirda issig'ida bosish kerak. Mana. Haziley. Sizga tegib nima ko'rdim sizga tegib. Ko'rda farzand ko'rding, yana nima ko'rishing kerak? Ko'rdinglarmi? Lekin bundan keyin bunaqa muomala qilmang. Shirinim, shakarim, yaxshimisiz deb hol-ahvol so'rang. Biz ayollarchi qulog'imiz bilan yaxshi ko'ramiz. Voy, tavba qildim. Ishdan kelib, jonim yaxshimisan, shirinim yaxshimisan desam, masxara qilyapsiz deydi. Bunga yaxshi gap aytib bo'lmaydi. Ha, ko'chadagilarga ayting. Aytmaysiz menga, shirinim, jonim, asalim deb aytmang biz. Biz yerdan chiqqan qo'ziqorimiz. Asalim, shakarim demang. Asalim, shakarim deyish kerak. O'sha kuni yumshoq qilib mana bo'lgan ko'pda oldida gapir. Yumshoq qilib, jonim, yaxshimisiz desam, erkaklarga o'xshab erkak bo'ling deysan. To'g'ri-da. Tinch yashaylik endi, qarigancha ikkalamiz er-xotin bo'ldikmi, bolalarni to'yini ko'raylik. Unaqa qilmaysiz. Birga turmush qurdikmi, birga o'lamiz, bo'ldi. Er bermoq, jon bermoq. Shudir masala. Bundan keyin har kun ishdan kelayotganda mashina orqasiga qo'yib, mang, o'shang. Men qara, ertalab bu gul o'lgurdi, o'zing sop qo'y. Kechqurun men olib kiraman. Shunday qiling. Ko'rolmaganlar kuyib bo'ladi. Shunday. Tushundingmi? Mayli. Oilada bir kun urush bo'lsa 40 kun baraka ketadi degan. Shuning uchun har birimizning xonadonimizda tinchlik bo'lsin. To'g'rimi? To'g'ri. Erkaklar, ayolinglarga yaxshi ko'rishinglar aytib turinglar. Bizga juda ham kerak. Mana.
Bu gulam bunday chehrani birinchi marta ko'rishi. Shunday ochilib turgan gul yopildi qoldi. Bo'pti, yuring endi choy qilib beraman. Qani? Ana shundan keyin choy qilib bersa bo'ladi. Yuring. Reja tuzish kerak. To'g'ri. Mana men. Mana men. Bo'ldi. Mana men hujumda bo'laman. To'xtanglar, reja tuzaylik. Bunaqa kamir O'zbekistonda yo'q. Yo'qda rostdan ham. Qo'lqoping rosa sassiq ekan. Sen Jintin. Buni bu Yo'q. Qanday? Ajika bir marta bo'ladi. Yana uyga borib ajika udugini haydalib o'tirmang. Qayda o'rganib kelding deb.